Baliqlar nechtamiz yozinglar. Goroskopimni ko'ribman kecha, bugun, endi har kun chiqadi ham u videolarda ham, lekin o'qib ham chiqdim. 2026-yil juda ham omadli keladi deyapti-yu. Baliqlar uchun men baliqman. Ilohim, bizga ham bir xali baliqlar uchun ham bunday bir xursandchilik bo'lsin. 2 yil, 3 yildan beri juda qiyin keldi, ajoyib. Mana baliqlar nechtamiz bilmayman-u. Ko'rganlarning ichida, lekin juda qiyin keldi. Baliq yili vobshe bizga omadli kelmadi 2 yil, 3 yildan beri. Ilohim 2026 bizga omad keltirsin. Hamma baliqlarga. Unaqa naivniy, xarab bo'lib yurmaylik, hamda qo'lga olaylik hayotimizni. Baliqlar nechtamiz yozinglar.